Vaqtga men mana bu yerni tekshiraman, sizlar esa u Nima yerda. qilishni yaxshi bilamiz, Karl. O'zingni ishingni qil. Qaytgancha qizlarni topsang bizni chaqir. Chaqiraman, olasan. Xo'sh, ichkarida kimdir bo'lishi mumkin, lekin bunaqangi holatlarga ham tayyorman. Kvartira bo'shga o'xshaydi, yigitlar. Men va boshqa davlat xizmatchilari tomonidan qiyomat oqshomi deb nomlanadigan tadbirni joriy qilish qarori qabul qilindi. Unga ko'ra har yili bir marta barcha jinoyatlar 12 soatga qonundan chetda bo'ladi va istalgan turdagi zo'ravonlik, qotillik va boshqa turdagi amallarni bajarish mumkin bo'ladi. Bu qaror mamlakatimizdagi jinoiy fon darajasini kamaytirishga qaratilgan loyiha bo'lib, ertaga 27-oktyabrda birinchi marta amalga oshiriladi. Hammaga rahmat. Shu kundan boshlab hayotimizda qiyomat oqshomi deb nomlanadigan qo'shimnoqlichdagi tadbir joy oldi. Kim nima deyishiga qaramasdan, bu tadbir ish berdi. Mamlakatimizda jinoyat darajasi birdaniga tushib ketdi. Odamlar barcha alamlarni ichlariga yutib, aynan o'sha yilda bir marta bo'ladigan qiyomat oqshomini kutishardi. Bu tadbirda faqatgina ovchilar va o'ljalar bor edi xolos. Yoki o'lasan, yoki o'ldirasan. Yaxshi, menimcha o'zim yiqilib ketmayman. Faqatgina mana bu yerdan ochish mumkin bo'ladi xolos. Agar birov kirsa, ochaman va pastga tushib ketadi. Ha, qiyomat oqshomi albatta barcha jinoyatlardan qutqarmadi, lekin plyus minus yashash tinch bo'ldi. Hammaga salom, mening ismim Darman va mana men Amerika Qo'shma Shtatlarida yashayman. Naqd 18 yil avval bizda qiyomat oqshomi degan qaror qabul qilindi va unga ko'ra har yili bir marta hamma jinoyatlar nima desish mumkin qonuniy, shuning uchun ham tayyorlanyapman. Mana bu qizil eshik bu yerda bekor turgani yo'q, u yerda hattoki devor ham yo'q. Shunchaki agar birov uyimga kirsa, mana bu qizil eshikka chalg'iydi va mana shunda men mana bu yerdan biror nima qilishga harakat qilib ko'rishim mumkin. Chunki boshqa qonunlar yo'q. Bu yerda mana bir chakni bossam, mana bu eshik ostonasidagi lyuk ochiladi va bu yerdan kirgan odam tushib ketishi kerak. Agar tushib ketsa, tushib ketmasligi mumkin. Xo'sh, hali vaqt bor, shunga tayyorlanishim mumkin. Lekin tayyorlanib, bir hafta avval tayyorlanishni boshlaganim, shuning uchun ham bu yerda hech narsa qolmadi. Narsalarimni kerakli joyga yashirib qo'ydim, chunki kim biladi nimalar bo'lishi mumkin. Uydan ketishga to'g'ri keladi. Bu yerda esa meni hamma qurollarim, pistoletim va MP7. Chunki PP yengil va juda ham kuchli. Shuning uchun ham pistolet va pistolet pulemyotim bor xolos. Shulardan foydalanaman. 18 yildan beri juda ham yaxshi himoyalanib kelyapman. Aniqrog'i meni ota-onam himoyalashardi, ammo bir necha yil avval bo'lib o'tgan qiyomat oqshomida ular afsuski tirik qolishmadi. Ha, sizlarga g'alati tuyulishi mumkin. Qanday qilib ota-onasini o'lmag'i haqida bunday spokойно gapiryapti deb. Shunchaki do'stlar, bizni hayotimizda, bizni mashinali hayotimizda oddiy bir holat o'lishga va o'ldirishga ko'nikishga to'g'ri keladi, afsuski. Sirenalar bo'ngishmoqda, soatim 8 bo'lib qoldi va bir necha daqiqadan so'ng qiyomat oqshomi boshlanadi. Hamma bir-birini tirnoq bilan qurollanib olganicha o'ldirishga harakat qiladi. Men esa shunchaki himoyalanmoqchiman, shunchaki tirik qolmoqchiman. Hech kimni o'ldirish niyatim yo'q, lekin tashlanib qolishsa iloji bo'lmaydi. O'ldirishimga to'g'ri keladi. Bo'ldi. Endi svetlarni o'chirib, men uyimni ataylab kirish joyini bo'shatib qo'ydim va ichkarilarni ham agar birov kiradigan bo'lsa ham bu yerda hech kim yo'q ekan deb chiqib ketishlari uchun va mana shu yerda kutishim qoldi xolos. Kvartira bo'shga o'xshaydi. Uzoq kutilgan vaqtlar. Ola qol. Yigitlar, Nima? Malla baqirganday bo'ldi. Men hozir. Malla, shu yerdamisan? Agar hazillashayotgan bo'lsang, qiziq. Hamma yoqda oddiy eshik, bu yerda esa malla, qayerga yo'q bo'linglar? -1, -2 va uchinchisi ham shu yerda bo'lsa kerak. Okey. Yaxshi. Bittasi ketdi, endi esa tashqariga chiqish. Jin ursin. Yomay sekin. Mana, yaxshi. Jin ursin. Hozir. Bo'ldi. Okey, yaxshi. Menimcha boshqa qolmadi u yerda hech kim. Yoki 5 kishi bo'lishlari ham mumkin. Iltimos, yigitcha, menga tegma, ketaman. Tegmay, ketasan? Rahim shafqat so'rayapsanmi? Oilam bor, qo'yib yubor, iltimos. Oila? Yo'q. Oilasi bor, boshqalarni o'ldirishga kelib, oilam bor, qo'yib yubormish. Quroli qoldi. Bittasi esa bu yoqqa tushib ketdi. Tuzog'im ajoyib ishlashiga ishonchim komil edi. Battar bo'linglar. Yaxshisi umum yoqib yuborish kerak edi, lekin mayli. Bu safar bo'ladi. Kelasi yili yaxshiroq tuzoqlar qilib ko'raman. Hozircha esa endi hamma narsani olib borishga to'g'ri keladi. Sumka, qolgan magazinlar, granata, pullar va uydan hozir ketsam-kina, chunki ancha-muncha shovqin chiqdi bu yerda. Albatta men ataylab shaharning narigi chekkasida yashayman. Aniqrog'i markazda juda ham ko'p ishlar bo'ladi. Men esa shaharning chekkasida yashashimdan maqsad shundaki, bu yerda odamlar kam bo'ladi, lekin mana bu iflos marrazlar mana yetib keldi oldimga. Endi esa yoki uydan ketishga to'g'ri keladi, yoki shunchaki hamma yoqni yopib tashlab, yana eshikni ham sindiribdi iflos.
Mayli, hozir tashqariga chiqib ko'zni kechirishim kerak, chunki yana kimlardir bo'lishi mumkin bu yerda. Okey, lekin hech kim hozircha ko'rinmayapti bu yerlarda, hech kim yo'q. Mayli, hozir pastga tushaman. Yaxshi. Shovg'in ko'tardik. Endi esa ehtiyot bo'lish kerak. Meni otib qo'yma, iltimos. Frank. Nima bo'ldi? Nima otishma qilib yuribsan? Qanaqadir stop. Eshikda sen turishing kerak edi. Xo'sh. Banditlar ichkariga kirib kelishdi. Demak, hoy, yigitlar, u bu yoqda. Iflos sotqan uyimizni xavfsizligini senga topshirgandik. Sen esa bu yerdagilarni birortasini yoqtirmayman. Seni ham shu jumladan. Shuning uchun ham hozir kelishadi va seni yo'q qilishadi. Aha, ishonganlaringni yo'q qilib bo'ldim. Endi nima bo'larkan? Ko'ramiz. Xo'sh, Frank. Ajoyib, granata borib tegishi mumkin bo'lgan narsalar ro'yxatining eng birinchi turganiga tegibdi. Iflos sotqin. Biz senga ishonib seni shu yerda qoldirgandik. Sen esa yoqtirmayman shu mana senga iflos. Tfu senga. Maras. Oilasi bo'lsa, oilasini jazosini berardim bu uchun, lekin oilasi yo'q, bir o'zi yashaydigan iflos. Bunaqalarga umuman ishonish kerak emas. Yo'qotadigan narsasi yo'qlarga. Xo'sh. Tashqaridan menda birov kelishi mumkin, ammo umid qilamanki hech kim kelmaydi. Nima bo'lgan taqdirda ham bu qiyomat oqshomi va hamma o'zi uchun o'zi javob beradi. Shunga Frankni bunchalik ham ayblayman, lekin bugun o'ldirish yoki o'lish kuni, shuning uchun ham boshqa iloj yo'q edi. Xo'sh, hamma yo'q, tinch. Yaxshiyam. To'xta, jonim. Yo'q. Tushunursan. Stop. Qanaqadir ayolni quvib ketishyapti. Yordam bergan bo'lardim, ammo hamma o'zi uchun o'zi ovora. Shuning uchun ham nima ham dedim. Afsus. Lekin chiroyli qiz bo'lsa yigitlarning omadi keldi. Men esa o'zimni ishimni qilishim kerak. Uyimni himoyalash. Albatta butun uyni emas, shunchaki o'zimni kvartiram va o'zimni jonimni. Chunki bu narsani qaytarishdan to'xtamayman. Qiyomat oqshomida hamma o'zi uchun o'zi kurashadi. Men esa bu yerdan tezroq yoki ketishim kerak yoki uyda qolishim kerak. Tushunirsan, yo-moyo. Snayper ishlayaptimi? Yaxshi, uyda qolaman. Uyda qolganim yaxshi. Biror yerga borishni xohlamay qoldim. Tushunirsan, svetni ham o'chirib qo'yish kerak. Shunda kamroq e'tibor tortamiz. Bo'ldi, eshikni ham tiqadigan joyga tiqib ketdim, marrazlar. Okey, bu yerni ham o'chirib qo'yamiz va bo'ldi. Xo'sh, yaxshi. Endi mana buni olishim kerak va uni o'rniga qo'yib qo'yaman. Bo'ldi. Unchalik ham qattiq turmaydi, lekin ochilib yopiladi. Shunisi yaxshi. Va mana bularning qurolini ham terib olish kerak. Xo'sh, hammasi joyida, kerakli narsalarni olib oldim va mana o'zimga yangigina M4 ni oldim. Bilmadim bular qayerdan topib kelishdi, lekin yangi endi zavoddan chiqqan desa ham bo'ladi. Okey, ortiqcha avtomatni yashirib qo'ydim. Bunisi esa hozircha o'zini turadi. PP'ni o'rniga yaxshigina avtomatga ega bo'ldim. Qiyomat oqshomidan keyin sotib yuboraman bularni va ketgan pullarni qoplaydi. Yaxshi, soat necha bo'ldi ekan? Endigina 1 soat o'tibdi. Tushunarsan, hali 11 soat turish kerak. Lekin avval safarlardek birozgina bo'lsa ham osonroq bo'ladi degan umiddaman. Tushunarsan, yana nima bo'lyapti? Qachondir nimadir noto'g'ri ketishi mumkin bo'lsa, albatta noto'g'ri ketadi va hozir chiqib qarashim kerak. Nima bo'lyapti ekan? Qiziq. Hech kim qo'shnilardan chiqqani yo'q. Chiqmaganlari ham ma'qul. Albatta, hamma o'zi uchun o'zi bo'lgani bilan hech kim yaqinlarimdan o'lishini istamayman, ayniqsa qo'shnilardan. Xo'sh, bu yerda hech kim yo'q. Okey, orqamda hech kim kelmayapti. Yaxshi. Xo'sh. Oppa, nima tomosha bo'lyapti bu yerda? Nima tomosha? Mr. Beast va qanaqadir yosh bola. Yo-moyo, Mr. Beast. Demak, adolat oqshomida kontent olishga chiqibsiz-da. Yaxshiyamki, heyteringiz man. Tushunsin, yaxshi. Hozir minus. Yaxshi bolaga qochyapti. Okey, tushunsin, qo'rquvchilar ham bor ekan. Mana bo'ldi. Minus, xo'sh, bu yoqqa kelchi. Yaxshi. Oppa. Bo'ldi. Qocha qol. Endi o'zotsan, faqatgina umid qilamanki, bulardan qochib boshqasiga tutilmaydi. Bo'ldi. Ajoyib. Mr. Beast menga umuman yoqmagan va xursandman. Bugun hech bo'lmasa asosiy heyterligimni isbotladim va undan qutuldik Minecraft. Ajoyib. Bundan ko'ra yaxshi tun bo'lishi mumkinmi? Endi boshqa dushmanlar yo'q ekan, uyda o'tirsam bo'ladi degan umiddaman. Birorta qo'shni chiqib yordam beraman demadi-ya. Oqibat mehr. Ajoyib. Bo'pti. Uyda o'tirganim bo'la qolsin. Stop, svetni kim yoqib qo'yapti? Menimcha qo'shnilar svetga chiqishgan va chiroqni yoqib qo'yishgan. Ajoyib. Xo'sh, buni olamiz, bularni hammasini olamiz va uydan ketish vaqti bo'ldi. Chunki bu yerda unchalik ham qolmoqchi emasman. Hatto bilasizlarmi, hozir bu shkaf bilan nima qilishni bilaman. Shunchaki eshikni yopib qo'yaman. Shu shkaf bilan keyin meni yonimga hech kim kira olmaydi. Ajoyib. Narsalarni qayerga tiqsam ekan? Seyfga tiqib qolay.
Ha, seyf etib tashlayman. Xo'sh, menga pullar kerak emas, kitoblar, avtomatning ikkinchisi kerak emas. Xo'sh, bu pullar magazinlar kerak bo'ladi. Pullar, kalta menimcha kerak emas, lekin mayli, kalt bo'la qolsin. Yaxshi, yana nimani olsam ekan? Bu kerak emas va bo'ldi. Endi bemalol dam olsam bo'ladi, lekin dam olishga vaqt yo'q. Hali yana 11-12 soat bor. Kim? Yordam bering, iltimos. Hozirgina bittasini qutqarganingizni ko'rdim. Menga ham yordam kerak. Orqamdan quvib kelishyapti, iltimos. Uzr, yordam bera olmayman. Hamma o'zi uchun harakat qiladi. Xullas shunaqangi gaplar. Agar ketmasangiz otib tashlashga majbur bo'laman. Yo'q. Iltimos qilaman. Boshqa kimga murojaat qilishni bilmayman. Shunchaki yashinib turgandim va ko'rib qoldim qilgan ishingizni. Iltimos menga yordam bering. Nima uchun yordam berishim kerak u sizga? Bilmadim, hech qanday sababingiz yo'q. Shunchaki odamgarchilik yuzasidan aytgan hamma ishingizni qilishga tayyorman. Nima desangiz hammasini bajaraman, bosh tortmasdan. Nima desam hammasinimi? Ha. Okey. Unda kirishingiz mumkin. Rostdanmi? Ha, kiravering, eshik ochiq. Katta rahmat. Jigarrang ishga kiring. Sizni quvib kelishyaptimi? Ha, buni siz o'ldirdingizmi? Ha, ikkovini ham men o'ldirdim. Tushunarli. Shu yergami? Ha, shu yerga. Menimcha boshqa quvib kelishmayapti. Agar bu yerga kelib qolishsa-chi, xavotir olmang. Uyimga kirdingizmi? Endi siz meni qaramog'imdasiz va hech kimga sizni shunchaki bu yerdan olib chiqishga yoki o'ldirishga yo'l qo'ymayman. Ajoyib. Lekin oqshom tugagandan so'ng o'zingiz bilasiz, nima bo'lishini bunaqangi himoyalar evaziga. Ha, aytgan barcha pulingizni beraman. Tirik qolsam bo'lgani. Bo'ldi, kelishdik. Bugun judayam omadli oqshom bo'ldi. Ancha-muncha qurol topib oldim. Bundan tashqari mana bu yigit menga ancha-muncha pul beradi va Jennerson yanami? Kimdir bormi? Boshim balodan chiqmaydi. Agar uni bizga bermasang, tasavvur qilishing mumkin bo'lgan eng og'riqli, eng dahshatli o'lim bilan o'lim topasan. Tushundingmi? Biz sen bilan o'ynashib o'tirmaymiz. Birdaniga kallangni olamiz. Shuning uchun ham uni bizga bersang, balki tirik qolarsan. Yoki bo'lmaganda og'riqsiz o'lim topasan. Yaxshilab o'ylab ko'r va eshikni och. Tushunarli, jiddiy odamlar ekansiz. Albatta sizlarga so'rayotgan odamingizni beraman, kutib turinglar. Bugun eng og'ir tunlardan biri bo'ladiganga o'xshaydi. Jennerson bu mehmonni. Hoy, og'ayni. Kim kelibdi? Seni qidirib kelishdi. Jennerson, shoshma. Undan meni himoya qilasizmi? Ha, himoya qilaman. Agar qurol bersang, himoya qilishim mumkin seni ham. Yo'q. Nimaga? Senga ishonmayman chunki hozircha. Xo'p. Xullas, stop. Shkaf qayerga? Jennerson nimaga eshikni ochishgan? Yigitlar, Jennerson sekin. Yo-mayo. Okey. Jennerson birinchisi. Minus yaxshi. Okey, qani, kelchi. Kel. Yo-mayo, xullas. Mayli, o'ynashmoqchimisan? Okey. Jennerson o'sha yerda tur. Yo-mayo, xo'sh. Jennerson. Okey, xo'sh. Qani? Meni otmang. Nima aytganingizni qilaman. 200-chi. Okey. Men вообще ularni emasman. Meni majburlab olib kelishdi. Agar yo-mayo. Otmang, qurolim tashlab. Shunaqami? Yo'q, buni bu yerga kirishdan avval o'ylash kerak edi. La'nati. O'zingga keldingmi? Nima bo'ldi menga? Otib qo'yishdi. Kim otdi? Yana ulardan biri 4 kishi ekan. 4 kishi? Yaxshiyamki, yoshgina chop qurolni olishga ulguribman. Tushunsin. Katta rahmat senga. Qurollar hammasi joyida. Yaxshi. Aytgancha, mening ismim Jim, senikichi? Meniki Derb. Derb tanishgandan xursandman. Xo'sh. Magazinlar. Yaxshisi Pepani olaman, chunki avtomatdan ko'ra nimagadir Pepani yana qaytib olgim kelib qoldi. Ishonchliroqmi? Bilmasam, menga kalash yo'q edi. Okey. Xo'sh. Magazinlar hozircha aytadi, ancha-muncha bor va bo'ldi. Bu yerda bo'sh magazinlar ham bo'lishi kerak, lekin bo'sh magazinlar bor ekan. Okey, bu yerdachi bilmadim, hammasini olib bo'lsam ham bo'ladi, chunki juda ham ko'p kerak bo'lib qolishi mumkin. Xo'sh, shu yerda o'tirishda davom etamizmi, Derb? Afsuski o'tirishda to'g'ri keladi. Boshqa ilojim yo'q. Lekin men hayronman, sendan o'qitmadim, bu endi boshqa, umuman boshqa qo'ya. Balki aytib bersin. Xullas, John Wick degan filmni ko'rganmisan? Ha, ko'rganman. Xullas, ana o'shani John Wickning kostyumi bor-ku. Ha, menda ham xuddi shunaqa, faqatgina sportivniy Adidas kostyumidagi varianti. Qo'yil, juda ham qimmat bo'lsa kerak. Hayot, lekin bu kostyumdan ko'ra qimmatroq. Shuning uchun ham xavfsizlikda umuman tejamaslik kerak. Bo'ldimi? Aytgancha siling qani meni otgani. Mana. Bumi? Rostdan turibdi ekan. Ishonchimni qozondi. Yaxshi. Xo'sh. Pastda hammasi tinch, eshiklar, derazalar ochiq. Okey, bu yerda hech kim yo'q. Bu tarafda ham hech kim yo'q. Hammasini tekshirdim. Qo'shnilaring-chi? Qo'shnilarimni bir xillari boshqa mamlakatga ketishdi, boshqalari esa Jennersonligini soat 11 bo'libdi.
Ha, hali ancha bor, Nursin. Nimaga ancha bor? Oqshom tugashiganmi? Ha, xuddi shunday. Mayli.